Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Statika bo'limi masalalarning tahlilini boshlaymiz. Birinchi masala, rasmda berilgan bloklar sistemasidagi har bir blokning massasi m ga teng bo'lsa, F kuchini toping deyapti. Qaranglar, mana bu 2m massali jismning og'irligi nima bo'ladi? Pastga qarab 2mj bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi mana bu blokning og'irligi nima bo'ladi? Pastga mj. Umumiy holatda mana shu ikkalasining og'irlik kuchi 3mj mi? Shunda 3mj mana bu yerga 3mj bo'lingan 2 bo'lib tushadi. Mana bu yerga esa 3mj bo'lingan 2 bo'lib tushadi. Endi mana bu blokning ham og'irligi bor. U mj ga teng. Shunda mana bu yerdagi umumiy og'irlik nima bo'ladi? 3mj taqsim 2 ga qo'shishimiz kerak nimani? mj ni. Shunda nima bo'ladi? 5mj bo'lingan 2. Ana endi mana shu 5mj taqsim 2 deganimiz mana bu yerga 5mj bo'lingan 2 ko'paytirilgan yana 2 bo'lib tushadi. Mana bu tarafga ham 5mj bo'lingan nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 2 endi 4, ya'ni 2 ga bo'linib tushadi mana shu 5mj taqsim 2. Shunda f teng bo'ladi 5mj bo'lingan 4 ga teng bo'ladi. Demak, mana shu f kuchimiz bizda 5mj taqsim 4 ga teng. Endi to'g'rilab yozib qo'yamiz. 5mj bo'lingan 4 ga teng. Keyingi masala. Bizga aytyapti, mana bu x ga cho'zildi. Agar bu prujina L taqsim 3 va 2L taqsim 3 bo'lakka bo'lib, yana stерженьga ilinsa, deyapti, stержень yana ilinsa, 2L taqsim 3 uzunlikdagi prujina qanchaga cho'ziladi, deyapti. Endi qaranglar, m massali jism osilsa biron bir prujinaga. Shunda m massali prujina osiladigan bo'lsa, ana shu m massali jismning og'irligi ta'sirida bu prujina cho'ziladi. Shunda mj teng bo'lishi kerak k ko'paytirilgan x ga. Shunda endi k deganda bilamiz, k teng edi bitirlik y ko'paytirilgan s taqsim n0 ga teng edi. Shunda mj teng bo'ladi y ko'paytirilgan s taqsim l ko'paytirilgan x ga teng bo'ladi. Shunda mana shu yerdan endi biz x ni topib qo'ydik. X teng bo'ldi mjl taqsim y ko'paytirilgan s. Endi qaranglar, biz mana bu prujinaning cho'zilishini topishimiz uchun mana bu tarafdagi prujinani yo'q deymiz va bu prujina yo'q deganligimiz hisobiga mana bu tarafga bitta tayanch qo'yamiz. Shunda tayanch qo'yadigan bo'lsak, endi qaranglar, mana bu stержень o'zi bir jinsli deb hisoblaydigan bo'lsak, shunda bu stерженьning og'irligi qayerdan bo'ladi? Shunda buning uzunligining yarmidan bo'ladi. Shunda yarmidan bo'ladigan bo'lsa, har bir katak a deb oladigan bo'lsak, a bo'ladigan bo'lsa, shunda mana bu katagimiz a bo'lgandan keyin, shunda 2, ya'ni umumiy uzunligi 4, shunda 2 dan og'irlik kuchi tushadi. Shunda mj pastga. Endi mana bu tarafni mana bu prujina elastik kuch ta'sirida ko'taryapti. Shunda yuqoriga yo'nalgan f. Endi mana bu kuchni yo'q qilib turadigan bo'lsak, shunda hozir nima bo'ladi? Mana bu mj degan og'irlik kuchining o'zining momenti mana bu tarafga, ya'ni bu tarafga qarab turib m1 moment bilan aylantiradi. Endi agar mana bu mj ni yo'q deb turadigan bo'lsak, mana bu f kuchning momenti, bu kuchning momenti bizni nima qiladi? m2 moment bilan mana bu tarafga aylantiradi. Shunda o'zi kuch n teng f ko'paytirilgan r edi. Endi qaranglar, mana bu yerdagi sistema umumiy muvozanatda bo'lishi uchun m1 teng bo'lishi kerak. Nimaga? m1 teng bo'lishi kerak m2 ga. Shunda o'zi n teng f ko'paytirilgan r edi. Shunda l nima edi bu yerda? L deganimiz bizda kuchning yelkasi edi. Shunda kuchning yelkasi bo'ladigan bo'lsa, xo'p, kuchning yelkasi bizda mana bu f kuchning yelkasi nima bo'lyapti? Mana bu yer a dan bo'ladigan bo'lsa 4a ga teng bo'lyapti. Aylanishib o'qigacha bo'lgan eng yaqin masofa. Shunda f ko'paytirilgan 4a teng bo'lyapti. mj kuchning kuch yelkasi qayerda bo'lyapti? Mana bu yerda 1 2a. Shunda mj ko'paytirilgan 2a ga teng. Shunda mana shu yerdan f ni topadigan bo'lsak, mj taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi f ni boya aytgandim, nima degandim? F elastik kuch ta'sirida mana shu tarafni hozir mana shu stерженьning shu uchini elastik kuch ta'sirida f kuch ko'taryapti. Shunda f teng nima bo'ladi? K ko'paytirilgan x2. Endi bu tomonni biz x2 ga cho'ziladi dedik. Shunda kx bo'ladi. Nimaga deganda mana bu prujinaning endi bikinligi o'zgaradi. Chunki 2 ga bo'ldik biz prujinani. Shunda kx ko'paytirilgan x2 teng bo'ladi bizda nimaga? m bo'lingan 2 ga. Endi kx ni nima deymiz? Qaranglar. Kx degani y ko'paytirilgan s bo'lingan endi o'sha bo'lakning uzunligi.
Shunda 2L taqsim 3 ko'paytirilgan x2 formadagi. Endi mj deganda biz boya yozgandik-ku mana. Mana shu ifodani o'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana bu yerga. Mana bu yerga olib kelib qo'ydik. Mana bu yerga. Shunda nima bo'ladi? Y ko'paytirilgan s taqsim 2L taqsim 3 ko'paytirilgan x2 teng bo'ldi. Bizda y ko'paytirilgan s bo'lingan l mana bu yerdagi formadagi 2 ni yozib qo'ydik. x taqsim 2. Shunda qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda x2 teng bo'ladi x taqsim 3 ga. Menimcha masala tushunarli bo'ldi. Men 3-masalaga kelib qolgan edim. 3-masala. Tomonlari d bo'lgan kvadratning uchlariga rasmda ko'rsatilgandek jismlar joylashtirilgan. Sistemaning massa markazi koordinatalarini toping deb. Buni endi qanday topamiz? Qaranglar. Birinchi x o'qidagi koordinatani massa markazini topish x teng edi. Nima bo'ladi? m1 x1 plyusdan m2 x2 plyusdan m3 x3 taqsim nima bo'lardi? Plyusdan m4 x4 bo'lingan, endi bu jismlar 4 ekan. Bo'lingan m1 plyusdan m2 plyusdan m3 plyusdan nima bo'ladi? m4. Endi biz mana bu jismlarning har bittasini belgilab chiqamiz. Masalan, mana bu jismni m1 deb belgilayman. Mana buni biz m2 deymiz. Buni esa m3 deyman va mana buni m4 deyman. Endi qaranglar. Mana bu hozir bu jismning koordinatasi x1. x1 nimaga teng bo'lyapti bizda? x1 x o'qidagi koordinatasi 0 hozir. Endi x2 mana bu jismning koordinatasi x da nima bo'lyapti? 0 ga teng. Ana endi x3 ni yozadigan bo'lsak, koordinatasi nimaga teng bo'lyapti? Mana bu tomoni d ga teng ekan. Bu tomoni ham d ga teng. Shunda nima bo'ladi? Mana bu koordinata d ga teng bo'ladigan bo'lsa, x3 teng bo'ladi d. x4. Ya'ni mana bu jismning koordinatasi nimaga teng bo'ladi? D ga. Shunda x o'qida massa markazini topadigan bo'lsak, m1 bizda m ga teng, ko'paytiramiz x1 0 plus m2 bizda nimaga teng? m2 2m ga teng, ko'paytiramiz x2 bizda nima bo'ladi? 0 plus m3 bizda 2m ga teng, ko'paytiramiz x3 bizda nimaga teng? D ga plus deyman m4 bizda nimaga teng? m massasi ko'paytiramiz d ga. Mahraj nima bo'ladi? Massalarning hammasining yig'indisi. Shunda m plyusdan 2m plyusdan nima bo'ladi? 2m plyusdan m. Shunda hammasini qo'shib chiqargan bo'lsak, bizda 4 5 6m chiqargan mahrajda. 6m. Yuqorida esa hozir bular 0 bo'lib ketadi. Bular 0 bo'lib ketadigan bo'lsa, 2m da 3m da bo'lar ekan. 3m da. Mana bu yerda massa qisqarib ketadigan bo'lsa, d bo'lingan 2 chiqar ekan. X o'qidagi massa markazi. Ana endi y o'qidagi massa markazini ham xuddi shunaqa qilib topamiz. Faqatgina farqi m1 y1 plyusdan m2 y2 plyusdan nima bo'ladi? m3 y3 plyusdan m4 y4. Mana shu birinchi atrof bo'lib ketdi. m4 y4 bo'lingan nima bo'ladi? m1 plyusdan m2 plyusdan m3 plyusdan m4 bo'ladi. Endi boyagi y1 y2 larni yozib chiqaylik. y1 mana bu jismning m1 massali jismning y o'qidagi koordinatasi nechiga teng? 0 ga. Ana endi y2 mana bu jismning y o'qidagi koordinatasi nechiga teng? D ga. Ana endi y3 mana bu jismning y o'qidagi koordinatasi nechiga teng bo'lyapti? Mana d ga teng bo'lyapti. D ga. Ana endi y4 bizda nimaga teng bo'lyapti? Y o'qidagi koordinatasi bizda 0 ekan. Shunda o'rniga borib qo'yaman. Bizda m1 m ga teng, koordinatasi 0 plus deyman. m2 bizda m2 deganimiz bizda 2m ga teng, koordinatasi nimaga teng bo'lyapti? Y2 d ga plus bizda ish 2m ga teng, ko'paytiramiz, koordinatasi nimaga teng bo'lyapti? Koordinatasi d ga plus m4 bizda m ga teng bo'lyapti, koordinatasi esa bizda nimaga teng bo'lyapti? 0 ga. Ko'paytiramiz, endi shu yerga 0. Mahrajda esa bizda hammasining massasi, ya'ni 6m bo'ladi. Shunda y da massa markazi bizda nechiga teng bo'ladi? Mana bu yer 0, bu yer ham 0 bo'lib ketadi. Mana bu yer 0. Shunda hozir 4m da bo'lingan 6m bo'ladi. Shunda bu 2d bo'lingan 3 chiqadi. Shunda x, y qilib massa markazini yozadigan bo'lsak, ya'ni koordinatani o'zi shunaqa qilib yoziladi. Shunda d taqsim 2 va 2d taqsim 3 bo'ladi.
Shunda bunday javob b taqsim 2 va 2 d taqsim 3 degan b. Adashib ham C javobini belgilab ketmanglar, shoshilmang. Endi 4-masala. 4-masalada aytyapti, uzunligi 2 metr bo'lgan sterjenning massasi 50 kilogramga teng. Agar sterjenning bir uchidan deyapti 30 kilogram, bir uchiga 30 kilogram, ikkinchi uchiga 20 kilogram massa ilingan bo'lsa, birinchi uchidan qanday masofada tayanch qo'yilsa, sistema muvozanatda bo'ladi, deyapti. Ko'p ko'rsatyapti. Ajoyib ko'p turadi. Mana. Hozir ishlashga qulay bo'lyapti. Bizga aytyapti, bitta uchiga deyapti. Bitta uchiga 30 kilogram. Qarang, sterling shu sterling o'rtadan chelgan bo'lsa, shuni yerda ya'ni 100 newton kuch bilan tortadi. Ishlamay qolyaptimi bu internet? Ko'ryaptimi hammaga? Hammaga ko'ryaptimi? Shunda hozir mana bu sterjenning massasi 50 kilogram edi. Shunda mana bu 500 newton kuch bilan pastga tortadi. Ana endi qaranglar. Shunda hozir men tayanchni chap tomonga qo'yishim kerak. Chap tomonga qo'yadigan bo'lsam, ana o'sha paytda bizda nima bo'ladi? Mana shu sterjen muvozanat holatida bo'ladi. Shunda mana bu yerni endi men x deb oladigan bo'lsam, mana bu yerdan boshlab bu yergacha bo'lgan masofa nima bo'ladi menda? Umumiy sterjenning uzunligi 2 bo'lgan bo'lsa, 2 ayirgan x bo'ladi. Endi qaranglar, sterjenning yarimining uzunligi nima edi? 1 metr edi. Mana shu og'irlik kuchi o'zi 1 metrdan tushishi kerak edi. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa, bu endi boshqa qilib ranglanmay kerak. Mana shu ranglanmay kerak. Mana shu yergacha bo'lgan masofa o'zi 1 metr edi. Shunda mana bu yer bizda nimaga teng bo'ladi? Mana bu yer bizda 1 ayrilgan x ga teng bo'ladi. Endi mana bu ikkita kuch yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu richakni hozir nima bo'ladi? Mana bu tomon bir moment bilan aylantiradi. Mana shu 300 newton kuch. Endi agar mana bu ikkala kuch yo'q bo'ladigan bo'lsa, 500 va 300 newtonlik kuchlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu 200 newton kuch mana bu richakni bu tomonga 2 moment bilan aylantiradi. Endi agar mana bu 300 newton va 200 newton kuchlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu 500 newton kuch bizda mana bu richakni bu tomonga 3 moment bilan aylantiradi. Endi qarang, o'ngga aylantirayotgan kuch momentlarning yig'indisi chapga aylantirayotgan kuch momentlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Ana o'sha paytda richak muvozanatda bo'ladi. Shunda m1 teng bo'lishi kerak, m2 plyusdan nima bo'lishi kerak? m3 ga. Shunda hozir m1 bizda nima? O'zi kuch momenti deganimiz m teng edi e ko'paytirilgan l. Shunda m1 bizda 300 ko'paytirilgan necha bo'ladi? Kuchimiz endi 300 ku. Ko'paytiramiz, tayanchgacha bo'lgan eng yaqin masofa. Bu x ga teng bo'ladi m2. Bizda nima bo'ladi? m2 degan kuch momentimiz bizda kuchimiz 200 ko'paytirilgan tayanchgacha bo'lgan eng yaqin masofa bu eng aylash o'qigacha bo'lgan eng yaqin masofa 2 ayrilgan x ga teng plus m3 bizda 500 ko'paytirilgan necha bo'ladi? Tayanchgacha aylash o'qigacha bo'lgan masofa eng yaqini 1 ayrilgan x. Shunda hozir endi mana shu yerdan bizda x ni topishni so'rayapti. X ni. Shunda mana bu 300x hammasini 100 ga bo'lib ko'ray. Shunda 3x teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 2 ayrilgan x plus 5 ko'paytirilgan 1 ayrilgan x ga teng bo'ladi.
Mana shu yerdan x ni topib qo'ygan bo'lsangiz, birinchi uchidan stерженni qanday masofada qo'yishingiz kelib chiqadi. Mana bu yerda endi santimetrda javob chiqadi. Buni endi o'zingiz hisoblab qo'yasiz. 5. Rasmda ko'rsatilgan B blokning massasi 6 kilogramga teng. Blokka osilgan yukning massasi esa 12 kilogramga teng bo'lsa, F kuchining miqdorini aniqlang, deyapti. Buni qanday topamiz? Qaranglar. Birinchi navbatda mana bu kuch. Bu kuchimiz bizda 12 mana bu jismning massasi 12 kilogram ekan. Shunda pastga tomon nima bo'ladi? 120 newton bilan tortadi. Endi mana bu blokning og'irligi umumiy massasi 6 kilogram bo'lgan bo'lsa, shunda bu pastga tomon 60 newton kuch bilan tortadi. Umumiy ikkalasi necha newton kuch bilan tortadi? 180 newton kuch bilan tortadigan bo'lsa, shunda bu tomonga 90 newton kuch qo'yadi, mana bu tomonga ham 90 newton kuch ta'sir qiladi mana bu ipga. Shunda hozir bizda F kuchimiz kamida mana shu 90 newtonga teng bo'lsa, mana shu M massali jismni ko'tara oladi. Shunda javob D bo'ladi. Rasmda ko'rsatilgan suyuqlikning zichligi 900 kg taqsim metr kubga teng bo'lsa, ikkinchi jismning zichligini aniqlang, deyapti. M1 teng 3m2 ekan. Biz mana bu yerga yozib qo'yamiz buni. Hozir kerak bo'ladi bu bizga. Bu suyuqlik teng deyapti, bizga aytyapti 900 kg taqsim metr kub deyapti. Endi qaranglar, mana bu pastga tomon M1J degan og'irlik kuch bilan tortadi. Endi hozir mana bu yerda ipning tarang kuchi T ga teng. Endi mana bu jism ko'rinyaptiki, hozir ip bo'lmaganda edi, mana bu suyuqlikda bu jism qalqib turgan bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir qismi botgan holatda bo'lardi, qolgan ma'lum bir qismi esa suyuqlikka botmagan holatda suzib yurardi. Endi lekin bu unaqa bo'lmayapti, chunki mana bu M1 massali jism bizda nima bo'lyapti? Mana bu jismni tortyapti. Bu blok orqali tortyapti. Endi qaranglar, yuqoriga hozir mana bu ikkinchi jism suyuqlikda bo'lganligi uchun yuqoriga F Arximed ta'sir qiladi. Pastga tomon esa bizga nima bo'ladi? Pastga tomon esa mana bu jismning og'irligi, ya'ni M2J ta'sir qiladi. Mana bu yerda ipning taranglik kuchi T ga teng. Shunda hozir bizda nimaga teng bo'lish kerak? Bizda hozir T ning o'zi M1J ga teng bo'lish kerak. Shunda hozir bu yerda endi F Arximed deymiz. F Arximed plusdan T teng bo'lishi kerak deyman M2J ga. Bunaqa desam to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, bu yerda hozir bunaqa desak xato bo'lib ketadi. Hozir bunaqa bo'lishi kerak bu. Qaranglar. Hozir T plusdan M2J teng bo'lishi kerak bizda F Arximedga. Shunda T bizda M1J ga teng, plus M2J teng bo'lishi kerak F Arximedga. Shunda mana shu yerda M1 deganimiz bizda bor edi, 3 ta M2 ga teng edi. 3 ta M2 ko'paytirilgan J plusdan M2J teng bo'ladi deyman. Endi qaranglar, mana bu rho suyuqlik ko'paytirilgan. Endi mana bu jismning ikkinchisining to'liq hajmi bor etgani uchun V2 ko'paytirilgan deyman J. Shunda 4 ta M2J teng bo'ladi, bizda nima bo'ladi? Mana bu yerda rho suyuqlik ko'paytirilgan V2 ko'paytirilgan J. Mana shu yerdan J larni tashlab yuboradigan bo'lsak, bizda nima bo'ladi? Mana bu yerda endi 4 ta M2 teng bo'ladi rho suyuqlik ko'paytirilgan V2 ga. Endi mana bu bizda nima so'rayapti? Ikkinchisining zichligini so'rayapti ekan. Ikkinchisining zichligini topish uchun bunaqa desam bo'ladimi? Rho 2 teng bo'ladi M2 deyman bo'lingan V2 deyman. Shunda hozir rho 2 teng bo'ladi deyman. Rho suyuqlik bo'lingan nima deyman? 4. Mana bu yerda V2 ni o'tkazib yubordim. Ya'ni 4 ko'paytirilgan M2 bo'lingan V2 teng bo'ldi dedim rho suyuqlikka. Shunda rho suyuqlik bor edi bizda 900 bo'lingan 4. Shunda 225 chiqadi. 225 kilogram taqsim metr kubga teng ekan. Mana D javob. 7. Rasmda ko'rsatilgan blokning massasi 8 kg. Unga osilgan yukning massasi esa 12 kg ga teng. Agar yukni deyapti 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tarish uchun qanday kuch bilan tortish kerak deyapti. Endi qaranglar. Biz ko'targanda nima qilamiz? Ham mana bu blokni
ko'taramiz, ham mana bu m massali jismni ko'taramiz. Endi qaranglar, mana shu ikkala m massali jism, mana buning massasini kelinglar m1 deylik. Buning massasini esa biz m2, ya'ni bu blokning massasi 8 kg edi. Mana bu esa bizda necha? 12 kg ga teng. Umumiy holatda ikkalasining massasi n deymiz. Ya'ni 20 kg massali jismni yuqoriga 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tarishimiz kerak. Bunda og'irlik nima bo'lardi? P teng bo'lardi. M ko'paytirilgan J plyusdan A ga teng bo'lardi. Shunda M bizda 20, ko'paytirilgan J bizda 10, plyusdan A nechiga teng bizda? 5. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak, bu hozir endi 15, 20, 300 newton chiqar ekan. Demak, hozir mana shu 20 kg massali jismlarni ko'tarish uchun 300 newton kuch qo'yishimiz kerak. Lekin biz blokdan foydalanyapmiz. Shunda blokdan foydalanadigan bo'lsak, mana bu tarafga 150 newton og'irlik tushadi, mana bu tarafga esa 150 newton og'irlik tushadi. Endi qachon mana shu F kuch bilan ko'taramiz? Kamida mana shu F kuchimiz bizda 150 newtonga teng bo'lsa, ana o'sha paytda mana shu ikkala massa M va mana bu 12 kg massali yukni va 8 kg massali blokni biz yuqoriga 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tara olamiz. Mana shu F kuchimiz qachonki 150 newtonga teng bo'lsa. Shunda bunday javob bizda C. Endi 8. Rasmdagi sistema massalari M1 teng 8 kg va M2 teng 3 kg bo'lgan jismlar muvozanatda turibdi. Agar prujinaning bekiligi 500 newton taqsim metr bo'lsa, prujina necha santimetrga cho'zilgan deyapti. Endi qaranglar, mana bu hozir M1 massali jism pastga M1J degan og'irlik kuch bilan tortadimi? Mana bu M2 massali jism esa pastga nima qiladi? M2J degan og'irlik kuch bilan tortadi. Endi mana bu K massali jism emas, K massali nima deyapman? Mana bu K bekillikli prujina nima qiladi? Cho'zilmaslikka harakat qiladi. Chunki mana bu M1 massali jism og'ir. Mana bu hozir bu tomonga 80 newton kuch bilan tortadi. Bu esa pastga 30 newton kuch bilan tortadi. M2 degan shu 3 nonga ko'paytiradigan bo'lsak 30 bo'ladi. Mana bu yerda 8 nonga ko'paytiradigan bo'lsak 80 newton bo'ladi. Endi qaranglar. Hozir shunda prujina cho'zilmaslikka harakat qilsa, pastga tomon F elastik kuchi bo'lmaydimi? Shunda qaranglar. Qachon mana bu hozir prujina endi yetmayapti-da, umumiy mana shu ikkala kuchning yig'indisi ham yetmayapti. Shunda hozir M1J plyusdan M2J nimaga bunaqa deyapmiz? Qaranglar, M1J teng bo'lishi kerak hozir M2J plyusdan nimaga? F elastikka. Endi buni ham yozamiz. M2J plyus deyman, elastik kuchi nima edi? K ko'paytirilgan X edi. Shunda M1 bizda 8 ko'paytirilgan J 10 teng deyman, M2 bizda 3 ko'paytirilgan J bizda 10 plyusdan nima deyman? K bizda 500 bekiligi ko'paytiramiz X ga. Mana shu yerdan X ni topib qo'yadigan bo'lsangiz, palam metr degan javob chiqadi. Lekin metrda chiqadi, keyin santimetrga ham o'tishni bilasiz. 100 ga bo'lsak, santimetrga ham o'tib ketadi. Adashmasam 10 santimetr degan javob chiqar edi. Endi 9-masala keldik, statika bo'limidan eng oxirgi masala. 9-masalada aytyapti, massalari 2 kg, 3 kg va 4 kg va 5 kg va 6 kg bo'lgan jismlar bir qator qilib terildi. Sharchalar markazlari orasidagi masofa 40 cm ga teng. Jismlar sistemasining massa markazi 4 kg lik yukdan qanday masofa yotadi deyapti. Endi buni hozir buni qilamiz. Bitta aylanasiz olamiz. Kilogramlik va mana bu 3 kilogramlik, keyin mana bu 4 kilogramlik yuk. Endi e'tibor bermaysiz, bittasi kichik, bittasi katta bo'lib ketayotganga. 4 kilogram 2, 3, 4, 5 va 6. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ldi. Hozir nimaga mana bu x o'qini ham o'tkazganimni ham tushuntirib yuboraman. Qaranglar. Endi mana bu 2 kg massa mana bu 2 kg massali yuk, mana bu esa 3 kg, mana bu esa
bizda 4 kilogramm massali yuk, mana bu esa 5 kilogramm, mana bu esa 6 kilogramm massali yuk. Endi qaranglar, mana bu har bittasining orasidagi masofa 40 santimetr deyapti. Mana bu yer ham 40 santimetr. Bizda mana bu yer ham 40 santimetr va mana bu yer ham 40, bizda 40 santimetrga teng deyapti. Endi aytyapti, mana shu 5 jism, umumiy 5 jism hammasi bizga nima deyapti? Bittasiga bog'langan, bittasi ikkinchisiga bog'lanib turibdi deyapti. Endi nima qilamiz? Bizga aytyapti, massa markazini toping. Ya'ni 4 kilogrammlik yukdan qanday masofada yotadi deyapti. Qanday masofada yotadi? Endi nima qilamiz? Mana bu turgan joyini biz 0-koordinata deb belgilaymiz. Mana bu 3-jism, 3 kilogramm massali jism turgan joyini biz nima deymiz? 40 santimetr deymiz. Endi mana bu 4-jism turgan joyini biz nima deymiz? 40 ga 40 ni qo'shadigan bo'lsak 80 santimetr deymiz. Ya'ni x o'qida 80 santimetr degan joyda turibdi deymiz. Mana bu 5 kilogramm massali yuk esa x o'qida 120 santimetr degan joyda turibdi. Mana bu 6 kilogramm massali jism esa x o'qida 160 santimetr degan masofada turibdi deymiz. Endi qaranglar, o'zi x o'qida massa markazini topish formulasi bor edi, boya ishlatgandik. m1x1 plyusdan m2x2 plyusdan nima bo'lardi? m3x3 plyusdan m4x4 plyusdan m5x5 taqsim nima bo'lardi? Taqsim m1 plyusdan m2 plyusdan m3 plyusdan m4 plyusdan m5 bo'lardi. Shunda hozir o'rniga olib qo'yamiz. Endi bizda m1 2 ga teng, ko'paytiramiz. x1 koordinatasi 0. Mana bu x1 ning koordinatasi, bu x2 niki, mana bu bizda x3 niki, mana bu esa x4 niki, mana bu esa bizda x5 niki. Shunda m2 bizda 3 kilogramm plus 3 ko'paytirilgan necha bo'ladi? x2 bizda 40 santimetr plus m3 bizda 4 kilogramm ko'paytirilgan koordinatasi bizda 80 plus deyman, m4 bizda 5 kilogramm ko'paytiramiz, koordinatasi 120 ekan. Plyusdan m5 bizda 6 kilogramm, koordinatasi nechiga teng bo'lyapti? 160 ga. 160 bo'lingan. Endi 5 chala jismning ham massasini qo'shadigan bo'lsak, 5 ta jismning ham massasini qo'shadigan bo'lsak, 2 3 ni qo'shsak 5, 10, 14, 20 bo'lar ekan. Ya'ni 4 plyusdan 5 plyusdan 6 plyusdan 2 plyusdan 3. Endi mana shuni hisoblab qo'yishimiz kerak. Mana shu yerdan x ni topib ko'raylikchi. Hozir 120 bo'ladi, plyusdan 320 bo'ladi, plyusdan 600, plyusdan 16 960 bo'lar ekan. Mahrajligi 20. Mana shularni qo'shib bo'lib boraychi hozir. Endi ozgincha vaqt oladi bu. Oxirigacha ishlab ko'ray deyapman-da. 120 plyusdan 320 plyusdan 600 plyusdan 960 bo'lingan 20. 100 chiqargan. 100 santimetrda joylashgan ekan massa markazi. Endi bizga aytyapti, demak bu massa markazi, demak mana shu yerlarda bo'ladi. Mana shu yerda massa markazi. Shunda endi aytyapti, 4 kilogrammlik yukdan qanday masofada yotadi? Bizga mana shu oraliqdagi masofa kerak. Mana bu 100 santimetr bo'lgan bo'lsa, mana shu oraliqdagi masofa kerak. Ya'ni bizda aytyapti delta x ni so'rayapti deymiz. Delta x teng deyapti, x ayrilgan, bizda x uchun so'rayapti. Shunda 100 dan ayiramiz nechini? 80 ni. Shunda ayirib qo'yadigan bo'lsak 20 santimetr chiqadi. Endi bizdan nimada so'rayapti? Adashmasam metrda so'rayapti. 20 santimetr metrga o'tib qo'yadigan bo'lsak 0,2 metr bo'lar ekan. Demak, mana bu jismlarning massa markazi 4 kilogramm massali yukdan 20 santimetr narida yotibdi. Ajoyib masala ekan. Endi statika bo'limida birinchi masala. Statika bo'limida. Bino bir nechta granit ustunlarga ega bo'lib, har bir ustunning hajmi 9 metr kub, asosining yuzi esa 1,4 metr kvadratga teng. Granitning zichligi deyapti 2800 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan bo'lsa, bitta ustun o'z og'irligi ta'sirida poydevorga qancha bosim beradi deyapti. Poydevorga og'irlik kuchi ta'sirida bosim bergani uchun P teng bo'ladi mj bo'lingan s bo'ladi. Endi m yo'q bizda, shuning uchun ρ ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j bo'lingan s teng.
Shunda bizda ro bor, granitning zichligi 2800, ko'paytirilgan j bizda 10, ko'paytirilgan hajmi 9 bo'lingan necha bo'ladi? Yuzasi asosining 1,4 metr kvadrat. Shuni bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz paskalda chiqadi. Endi kilopaskalga ham o'tishni o'zingiz bilsangiz kerak. Ikkinchi, suvning sirtidan 5 metr balandlikda quvvatli so'ruvchi nasos o'rnatilgan. Nasos suv sirti bilan quvur orqali birlashtirilgan. Nasos ishlagan paytda suvning quvurdagi maksimal tezligini toping deyapti. Mana bu yerda bitta ko'lmak bor. Mana bu yerda bitta ko'lmak bor. Endi mana bu yerda nasos bor. Mana bunaqa katta nasos bor. Endi nasosdan suv bu tomonga v tezlik bilan qandaydir bir tezlik bilan chiqyapti-da endi. Endi qaranglar. Mana bu yerda hozir h balandlikka ko'taryapmiz. Mana bu yerda u eng yuqoriga qandaydir bir v0 tezlik bilan otiladi-da. Mana shu uning eng maksimal tezligi bo'ladi. Endi biron bir jismni biz yuqoriga otgan paytimizda u eng maksimal tezlikka qachonga bo'ladi? U otilayotgan paytida mana shunaqa tezlikka ega bo'ladi. Shunda h teng bo'ladi deyman, v0 ning kvadrati bo'lingan 2j. Mana shu yerdan bizga v0 kerak ekan, v kerak ekan. Mana shu v0 kerak-da, xullas. v0 topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2j h bo'ladi. Shunda v0 teng bo'ladi bizda ildiz ostida 2 ko'paytirilgan j bizda 10, ko'paytirilgan h bizda 5. Shunda bundan 10 metr taqsim sekund degan javob chiqadi. C javob. Uchinchi. Massasi 3 kg, zichligi 60 kg taqsim metr kub bo'lgan qutqaruv chambarining suvdagi ko'tarish kuchini aniqlang deyapti. Mana bunaqa suv bo'ladigan bo'lsa, endi mana bu chambar qachon odamni ko'tara oladi degan savol qilyapti. Qachonki eng maksimal darajada ko'tara oladi. Qachonki chambarak suvga to'liq botgan paytida, ana o'sha paytda uning ustidagi mx massali yuk, mana bu mx massali yuk, o'sha paytda nima bo'ladi? Eng maksimal yukni ko'tara oladi. Mana shu chambarak. Mana shu mx massali yuk yuqorida turadi, suvning ustida. Mana bu m massali chambarak esa suv ostida bo'ladi. Shunda pastga nima bo'ladi? Mj bor, og'irlik kuchi. Mana bu chambarakka ta'sir qilayotgan Arximed kuchi qayerga bo'ladi? Yuqoriga. F Arximed. Endi mana bu hozir buni kelinglar, endi buni og'irlik kuchini biz F deb belgilab olgan bo'lsak, mana shu F kuch. Bu F kuch endi bizda ko'tarish kuchiga teng deyman. Shunda hozir F kuchimiz bizda nima bo'ladi? F Arximed ayrilgan nima bo'lishi kerak? Mj ga teng bo'lishi kerak. Shunda F Arximed bizda ro suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j deyman. Endi ayrilgan deyman. Mana bu ro chambar ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j deyman. Mana shu yerdan biz F ko'tarishni topib qo'yadigan bo'lsak, F ko'taruvchi kuch bizda hozir ro suyuqlik ayrilgan ro chambarak ko'paytirilgan nima bo'ladi? V ko'paytirilgan j. Endi ustoz v yo'q-ku desangiz, v chambarakni topish uchun, ya'ni chambarakning hajmini topishimiz uchun v teng bo'ladi m ni bo'lishimiz kerak ro chambarga. Shunda o'rniga olib kelib qo'yaman. Ro suyuqlik ayrilgan ro chambarak ko'paytirilgan v ning o'rniga m taqsim ro chambarak ko'paytirilgan nima bo'ladi? J. Mana shuni hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Chambarakning ko'tarish kuchi chiqadi. Adashmasam 280 newton degan javob chiqardi. Endi 4-chi. 80 metr chuqurlikdagi kemada deyapti 3 sm diametrli teshik bor. 20 minutda kemaga qanday hajmli suv kiradi deyapti. Bunaqa deyapti-da. Mana masalan, mana shunaqa biron bir kemaning eng pasti endi chuqurlikdagi kemada 3 sm teshik bor deyapti. 20 minutda kemaga qanday hajmli suv kiradi deyapti. Mana shu yerda qandaydir bir teshik bor-da. Mana shu yer 80 metr. Endi qaranglar. Qanday hajmli suv kiradi deganni qanday topamiz? Dastlab mana bu yerda u hozir v0 tezlik bilan kiradi-da, endi suv. v0 tezlik bilan kiradi. Shu v0 deb qo'yaylik. v0. Shunda hozir v0 suv v0 tezlik bilan kiradigan bo'lsa, h teng bo'ladi, nima bo'ladi? v0 ning kvadrati bo'lingan 2j ga teng bo'ladi. Shunda v0 ning kvadrati taqsim 2j bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan v0, ya'ni suv qanday tezlik bilan kiradi, o'zi shuni topib olaylik.
izosida 2JH. Shunda izosida 2 ko'paytirgan J bizda 10, ko'paytirgan H deganimiz bizda 80. Shunda suv 40 metr taqsim sekund tezlik bilan kirar ekan. Endi mana bu hozir biz endi mana bu trubada biz nima qilgandik? Biz suyuqliklarning trubadagi harakati degan mavzuda T vaqtda qancha suv oqib chiqishini ishlagandik. Ya'ni hozir suv mana bu suv v tezlik bilan oqib kiradigan bo'lsa, mana bu L uzunlikdagi truba va mana bu ko'ndalang kesim yuzi S ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda v teng bo'ladi S ko'paytirgan L. Endi mana bu L uzunlikda truba ichidagi suv tekis harakat qiladigan bo'lsa, S ko'paytirgan v ko'paytirgan T bo'ladi. L ning o'rniga v ko'paytirgan T ni qo'ydikda endi. Endi ya'ni qancha uzunlikda oqib keldi degan savolga uning suvning tezligini biz vaqtiga ko'paytirib qo'ydik. Shunda v ni topib qo'yadigan bo'lsak, v teng bo'ladi S bor bizda. Endi 3 sm diametrni bergan ekan. Endi doira shaklida bo'lgani uchun trubaning ko'ndalang kesim yuzasi πr kvadrat bo'ladi uning yuzasi. Endi diametr bilan qatnashtiradigan bo'lsak, πd kvadrat bo'lingan necha bo'ladi? 4. Shunda biz endi v ni topib qo'yadigan bo'lsak, mana shu yerdan v ni topib qo'yadigan bo'lsak, v teng bo'ladi s ning o'rniga πd kvadrat taqsim 4 ni olib qo'yamiz. Ko'paytiramiz v ni, endi mana shu yerda v ni bor, v0 ko'paytirilgan t. Endi biz t ni qo'yayotgan paytimizda 20 minutni sekundga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 20 minutimiz bizda necha bo'ladi? 60 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 1200 sekund bo'ladi. Mana shu yerda endi hamma narsa berilgan, hisoblab qo'ysangiz yetarli. O'zingiz hisoblab qo'yasiz endi. Endi bizga aytyapti, qaranglar. 5-chi. Tomoni 8 sm bo'lgan kub shaklidagi muz deyapti. Bo'lagi dastlab suvga, so'ngra esa kerosinga botirildi. Muzning suyuqliklarga botgan qismi hajmlarining farqini toping deyapti. Dastlab suvga deyapti. Keyin kerosinga botirildi deyapti. Qaranglar, birinchi navbatda nima qilamiz? Suvning hajmini topib, mana bu 8 sm kubning hajmini topib olamiz. V teng bo'ladi A ning kubi. Tomoni 8 sm ekan. Shunda 0.08 ning, ya'ni 8 sm dan bizdan santimetrda so'ragani uchun buni o'tmay qo'yaveraylik. Nima kerak bizga? O'zimizni qiynab 8 ning kubi. Shunda 512 bo'lsa kerak, adashmasam. 512 sm kub bo'ladi umumiy mana shu jismning hajmi. Endi jismning suyuqlikka botgan qismining hajmini qanday topardik? V botgan teng edi. Bizda ρ jism bo'lingan ρ suyuqlik ko'paytirgan nima bo'lardi? V ga teng bo'ladi. Endi biz aytyapti, tomoni 8 sm bo'lgan kub shaklidagi muz bo'lagi dastlab suvga, so'ngra kerosinga botirildi. Muzning suyuqliklarga botgan qism hajmlarining farqini toping deyapti. Mana buni v botgan 1 deyman. Suvga botqizamiz. Muz bo'lagini zishligini bilamiz, 900 ga teng. Bo'lamiz suvning zishligi, ya'ni 1000 ko'paytiramiz v bizda 512. Mana shuni topasiz. Keyin v botgan 2, ya'ni kerosinga botgan qismini topmoqchi bo'lsangiz, mana bu ρ jism bizda 900 bo'lingan kerosinning zishligi bizda 800 ko'paytirgan v bizda 512. Mana shuni topasiz. Keyin modul ichida v botgan 1 dan ayirib qo'yasiz v botgan 2 ni. Endi qaysi bittasi katta ekanligini bilmadim, o'zingiz hisoblab qo'yib, topib qo'ysangiz bo'ldi. Manfiy chiqib qolmasin deyapman-da. Manfiy. Endi keyingi 6-masala. Agar jismning massasi 4450 kg, hajmi esa 0.5 metr kub bo'lsa, u qanday moddadan tayyorlangan deyapti. Uni qanday topamiz? Rho ni topib olaylik. Rho teng bo'ladi m bo'lingan v. M deganimiz bizda 4450 bo'ladi. Uni v ga bo'ladigan bo'lsak, 0.5 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, uning zishligi chiqadi. Shunda mana shu yerdan zishligini topib qo'yadigan bo'lsak, hozir bizda necha bo'lardi? 4450 ni ko'paytiramiz 2 ga. 8900 kg taqsim metr kubga teng bo'lar ekan. Bu qanday modda? Bu bizda mis. Buni endi 8900 ni gram taqsim santimetr, bu yerda endi gram taqsim santimetr kub bu. Adashib ketgan ustozimiz, Ulug'bek ustoz adashgan. Ozgincha endi xafa bo'lmaysiz. 1000 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, gram taqsim santimetr kubga o'tadi. Shunda 8.9 gram taqsim santimetr kubga teng bo'ladi. Bu
Bizda B javob. Endi 7-masalani topishni o'rgatdim. V teng bo'lardi, ildiz nima bo'ladi? 2JH. Shunda ildizda 2 ko'paytirilgan 80 ko'paytirilgan 10. Shunda buni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda 40 metr taqsim sekund chiqadi. C javob. Endi 8-chi. Gidrolik presda birinchi porshen deyapti, bizga aytyapti 40 newton kuch ta'sirida 4 metr taqsim sekund tezlik bilan pastlamoqda. Ikkinchi porshen esa 0.5 mm taqsim sekund tezlik bilan ko'tarilsa, unga qo'yilgan kuchni toping deyapti. Buni qanday topamiz? Qaranglar, endi mana shu yerda ajoyib qilib bitta chizma chizaylik. Mana bu bizda gidrolik press. Endi qaranglar. Mana bu tomonni biz F1 kuch bilan bosadigan bo'lsak, bu tomoni V1 tezlik bilan tushadi. Endi mana bu tomoni bizda, mana bu tomoni, hozir bu tomon tushadigan bo'lsa, bu tomoni bizda F2 kuch hosil qiladi va V2 tezlik bilan ko'tariladi. Endi bizda mexanikaning oltin qoidasiga ko'ra, har qanday mexanizmlar bizda nima bo'lardi? Kuchdan yutib berishda masofadan yutqizardi. Kuchdan qancha yutib beradigan bo'lsa, masofadan yutqizardi. Shuncha marta yutqizardi. Endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana izida bitta gapi bor edi. Ishdan yutib bermaydi, hech qanday mexanik mexanizmlar ishdan yutib bermaydi degan joy bor edi. Shunda A1 teng bo'ladi A2. Shunda A1 teng A2 bo'ladigan bo'lsa, N1 teng, ya'ni quvvatlari ham teng bo'lishi kerak. O'zi N teng nima edi? F ko'paytirilgan V edi. Shunda F1 ko'paytirilgan V1 teng bo'ladi F2 ko'paytirilgan V2 ga. Endi F1 ni bilamiz biz 40, ko'paytirilgan V1 bizda 4 sm teng bo'ladi F2 ko'paytirilgan nima bo'ladi? Bizda V2 0, mana shu joyga e'tibor berish kerak. To'g'ridan to'g'ri olib borib qo'ymaslik kerak. 0.5 mm taqsim sekund. Mana buni endi biz metrga o'tkazadigan bo'lsak, mingga bo'lishimiz kerak. Shunda yana 100 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, endi 10 ga bo'lishimiz kerak ekan. Shunda 0.05 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Mana shu yerdan F2 ni topib qo'ysangiz bo'ldi. F2 qanchadir newton degan javob chiqadi. 10 darajasida 7 paskal normal atmosfera bosimidan necha marta katta? Endi normal atmosfera bosimi P0 teng edi, 10 darajasida 5 paskalga teng edi. Shunda 10 darajasiga 7 ni bo'lib qo'yamiz 10 darajasida 5 ga. Shunda bo'lib qo'yadigan bo'lsak 100 marta katta ekan. Javob B. 10-chi. Hajmi 3 desimetr kub bo'lgan alyuminiy buyumi simobga to'liq botirish uchun qancha kuch kerak deyapti. Buni endi qanday topamiz? Qaranglar. Mana bunaqa bitta jism bor. Mana shu suv. Endi simob bu. Simob suv deb adashib ketman. Xafa bo'lmaysizlar deganlikdami? Ana endi qaranglar. Mana shunaqa turibdi bitta jism. Endi uni biz suvga botiryapmiz. Ya'ni hozir mana shu m massali jismning og'irligi qayerga yo'nalgan bo'ladi? Pastga mj, bunga yuqoriga f Arximed kuchi ta'sir qiladi. Endi biz buni majburlab pastga tomon f kuch qo'yib nima qilyapmiz? Suvga botiryapmiz. Shunda hozir f plyusdan mj teng bo'lishi kerak nimaga? F Arximedga. Shunda mana shu yerdan f ni topib qo'yishimiz kerak. F teng bo'ladi F Arximed ayrilgan mj. Shunda F Arximed bizda rho suyuqlik ko'paytirilgan. Endi to'liq botirish deyapti. Ya'ni to'liq botadigan bo'lsa, hajmi v ko'paytiramiz j ga. Ayramiz endi nima bo'ladi? Bizda jismning zichligi rho jism ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Endi shunda rho suyuqlik ayrilgan rho jism ko'paytirilgan nima bo'ladi botirishimiz uchun vj. Endi bizga hajmi 3 desimetr kub bo'lgan alyuminiy deyapti. Endi rho jismini bilamiz. Shunda rho jism teng bo'ladi 2700 kg taqsim metr kubga teng. Endi hozir buni to'g'ri bo'lar ekan. Rho suyuqlikning o'rniga adashib turib suvni qo'yib ketmang. Bizga simobga deyapti. Simob 13600 kg taqsim metr kub zichligi. Mana shularni o'rniga borib qo'yib hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. 11-chi masala. 11-chi masalada aytyapti 12 mm simob ustuni necha paskalga teng deyapti. O'zi 1 mm simob ustuni bilamiz.
Simab ustun necha paskalga teng edi? 133,3 paskalga teng. Ana endi biz buni endi 12 millimetr simab ustunni biz paskalga o'tadigan bo'lsak, 12 ni ko'paytirishimiz kerak 133,3 ga. Mana shu paytida u paskalga o'tadi. Qanchadir paskal chiqadi endi javob. Buni o'zingiz ko'paytirib qo'yasiz. Endi 12. Asos yuzasi 0,4 cm kvadrat bo'lgan silindrik idishning balandligi 10 metrga teng. Agar idish suv bilan to'ldirilsa, uning asosiga ta'sir etadigan kuchni toping. Endi asosiga F teng mg degan og'irlik kuchi bilan bosadi. Shunda m deganimiz rho ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Endi v ni ham rho ko'paytirilgan s ko'paytiramiz. Nima olamiz? H ko'paytiramiz j ga. Mana shu yerdan hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Mana bu yerga lekin suvning zichligini qo'yib ketasiz. Mana bu rho teng bo'ladi 1000 kg taqsim metr kub. 13. Baland nuqtaga suv bilan to'ldirilgan silindrik idish osilgan. Agar asosida esa kichik teshik bor. Teshik yuzasi 4 mm kvadratga teng va undan suv deyapti 2 metr taqsim sekund tezlik bilan oqib chiqadi. Undan 3 metr pastda deyapti, bizga aytyapti suyuqlikning oqim yuzasi qanchaga teng deyapti. Endi buni qanday topamiz? Qaranglar. Buni biz qanday ishlaymiz? Qaranglar. Mana bunaqa tasavvur qilaylik. Bitta endi uyimizda jo'mrak bor. Masalan, kaminadan oqayotgan suv. Mana shuni tasavvur qiladigan bo'lsak, u tushgan sari nima bo'ladi? Mana bunaqasiga kam-kam bunaqa qilib, bizga nima bo'ladi? Kam-kam uning nima qiladi? Nima deydi? Endi o'lchami yuzasi kichiklashib boradi. O'lcham kondalang kesim yuzasi kichiklashib boradi. Mana bu yerning yuzasi S1, bu yerda suv V1 tezlikda oqadi. Aynan shundagina ana shu suv uzluksizligi ta'minlanadi endi. Mana bu yerning yuzasi endi S2. Bu yerda suv V tezlikda oqadi. Shunda hozir nima bo'lish kerak? S1 ko'paytirilgan V1 teng bo'lish kerak S2 ko'paytirilgan V2 ga. Endi bizga V2 kerak. V2 ni qanday topamiz? Mana bundan deyapti 3 metr pastda deyapti. 3 metr pastda. Shunda erkin tushdi deymizda, h teng deymiz. V2 ning kvadrati ayrilgan V1 ning kvadrati bo'lingan 2j. Shunda mana shu yerdan V2 ni topgan bo'lsak, V1 ning kvadrati plyusdan bo'ladi, ilzosida 2jh bo'ladi. Shunda mana shu yerdan V2 ni topib qo'ygan bo'lsak, ilzosida bizda V1 2 ning kvadrati plyusdan 2 ko'paytirilgan j 10 ko'paytirilgan 3. Shunda bu yerdan V2 miz bizda 8 metr taqsim sekund chiqargan. Ana endi S1 bizda 4 ko'paytirilgan V1 2 teng bo'ladi 8 ko'paytirilgan V2 endi 8 ko'paytirilgan S2. Mana shu yerdan S2 ni topadigan bo'lsak 1 mm kvadratga teng bo'lar ekan. Javob mana B javob turibdi. Endi beton blokning og'irlik kuchi deyapti 2500 newton. Newtonga teng. Hajmi deyapti 90 detsimetr kub. U ko'lga tushirilsa, ko'lning tubiga qanday kuch bilan ta'sir etadi deyapti. Buni qanday topamiz? Qaranglar. Bunayda endi mana bu tub bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda beton blok turibdi. Mana bu mana bunaqasiga suvga botib qoldi-da endi. Emmaslar desin. Mana shu beton. Endi bu qanday topamiz? Buni endi pastga nima bo'ladi? mj. Endi suvda turganligi uchun endi ko'lda suv bo'ladi, bilasiz. Yuqoriga nima bo'ladi? F Arximed kuchi ko'taradi. Endi biz uning ko'lning tubiga qanday kuch ta'sir qiladi? Ko'lning tubiga mana shu jismning og'irligi ta'sir qiladi. P teng bo'ladi mj ayrilgan F Arximed bo'ladi. Endi m ni bilamiz. mj bor bizda mana 2500 newton, mana shu bizda mj ayrilgan nima bo'ladi? Rho suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Nimaga aynan ustoz Arximed kuchida bo'layotgan bo'ladi edi-yu desangiz, mana bu jism to'liq botadi endi beton. Shunda qani topib qo'yamiz? P teng bo'ladi m bizda mj bizda 2500 ayrilgan
ro'z yo'qlik 1000 ko'paytirilgan v 90 detsimetr kubimiz 90 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 3 metr kubga teng bo'ladi. Ko'paytiramiz j ga, ya'ni 10 ga. Mana shuni hisoblab qo'yamiz. Nechadir newton chiqadi. Mana shu bizda javob bo'ladi. 15. Kerosinda buyum hajmining 3/4 qismi cho'ksa, suvda qancha qismi cho'kadi? Endi bizda v botgan kerosin deyapti. 3/4 v ga teng deyapti. Endi qaranglar. Biron bir jismning suyuqlikka botgan qismini hajmini qanday topalik? V botgan teng edi. Rho jism taqsim rho suyuqlik ko'paytirilgan nima bo'ladi? V. Endi shunda 3/4 v teng deyman. Rho jism bo'lingan kerosinning zichligi necha edi? 800 ko'paytirilgan v. Shunda mana shu yerdan rho jism topib qo'yadigan bo'lsam, rho jism teng bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? 800 ko'paytirilgan 3 bo'lingan necha bo'ladi? 4. Shunda 600 kilogramm taqsim metr kubga teng ekan. Endi mana shu jismning zichligi. Endi uning suvga botgan qismini topishimiz uchun v botgan suv teng bo'ladi. Rho jism bo'lingan rho suyuqlik ko'paytirilgan nima bo'ladi? V. Qancha qism botishini topyapmiz-da. Shunda bizda 600 bo'lingan suvning zichligi 1000 ko'paytirilgan v. Shunda 0.6 qismi yoki endi buni 6 taqsim shunday qaraylik. 6 bo'lingan 10 v yoki nima bo'ladi? 2 taqsim emas. Ikkalasidan 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 3 taqsim 5 v bo'ladi. 3 taqsim 5 qismi botgan holatda suzadi ekan bu jismning. 16. 16 aytyapti, suv osti kemasi 72 metr chuqurlikdan 192 metr chuqurlikka tushdi. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchi necha marta o'zgaradi, deyapti. Necha marta o'zgaradi? Endi bu yerda endi qaranglar. Arximed kuchining o'zi formasi qanday edi? F Arximed teng edi. Qarang, F Arximed teng edi. Rho suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Mana bu yerda u qancha chuqurlikka tushganligining ahamiyati bormidi? Mana bu m massali jismning qancha chuqurlikka tushganligi ahamiyati yo'q edi. Shuning uchun mana bu yerda Arximed kuchi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. 17. Kerosinga to'liq botirilgan jismga bizga aytyapti F Arximed teng deyapti. 4 kilonewton Arximed kuchi ta'sir etmoqda. Jismning hajmini aniqlang deyapti. F Arximed teng nima edi? Rho suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Shunda hozir qaranglar, mana bu yerda to'liq botdi degan uchun v botgan teng dedim. Bizda v. Mana shu yerdan hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. 4 kilonewton bizda 4000 teng bo'ladi. Rho suyuqlik bizda 1000 ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j deganimiz bizda 10. Mana shu yerdan v ni hisoblab qo'ysangiz yetarli. 18. Bir-biriga vaznsiz arqon yordamida bog'langan birinchi va ikkinchi simlar suvli idishda rasmda ko'rsatilganidek muvozanatda turibdi. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri, deyapti. Endi birinchi navbatda qachon jism cho'kardi? Qachonki rho jism katta bo'lsa, rho suyuqlikdan mana shu shart bajarilsa, jism cho'kadi. Jism cho'kadi. Cho'kadi. Shunda qachon jism cho'kmaydi, ya'ni suyuqlik sirtida qalqib suzib yuradi. Agar rho suyuqlik katta bo'lsa, rho jismdan suyuqlik sirtida qisman botgan holatda suzadi. Endi qaranglar, shunda mana shu shartlardan foydalanib ishlaymiz. Shuna qaranglar, mana bu ikkinchi jismning zichligi suvnikidan katta ekan. Demak, ikkinchisining zichligi rho 2 katta ekan, rho suvdan. Ana o'sha payti mana shu holat bajariladi-da. Endi birinchi jismning zichligi suvnikidan aniq kichik. Shunda rho 1 kichik bo'lyapti rho suvdan. Endi bizda aniq bilamiz. Mana bu yerda endi mana bu shartlar bajarilib turgandan keyin rho 2 aniq bo'ladi, katta bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? Rho 1 dan. Endi biz mana shu shartlarni topishimiz kerak. Birinchi jismning zichligi suvnikidan kichik deyapti. Bu to'g'ri. Haqiqatan ham kichik. Endi ikkinchisining zichligi suvnikidan katta deyapti.
Bu ham to'g'ri. Endi uchinchida aytyapti, birinchi simning ichiga ikkinchi simning zichligidan, ikkinchi jismnikidan deyapti, kichik deyapti. Birinchi jismning ichiga ikkinchi jismga. Bu ham to'g'ri. Demak, uchala sharti ham to'g'ri. Ya'ni B javob bo'lar ekan. Endi oy sirtida simobli barometr nimani ko'rsatadi? Vaznsiz holatda bo'lganligi uchun 0 ni ko'rsatadi. Vaznsiz holatdagi bo'lganligi uchun P teng 0 bo'ladi va barometr 0 ni ko'rsatadi. O'zi nimaga barometr 0 ni ko'rsatadi desangiz, qaranglar. Bunaqada endi ustidan bosadigan og'irlik kuchi yo'qda. Oy sirtida endi kam bo'ladi mana shu. Vaznsizroq bo'lib qoladi. Shuning uchun 0 ni ko'rsatadi. 20. Tutash idishlarning biriga suv, ikkinchisiga kerosin qo'yildi. Suv ustunning balandligi 16 sm bo'lsa, kerosin ustunning balandligi qanday? Rho1 ko'paytirilgan H1 teng bo'lishi kerak edi nimaga? Rho2 ko'paytirilgan H2 ga. Suvning zichligi 1000 ko'paytirilgan suv ustunning balandligi 16 teng bo'ladi kerosinning zichligi 800 ko'paytirilgan H2. Mana shu yerdan H2 ni topadigan bo'lsak, H2 teng bo'ladi bizda 20 chiqadi. 20 santimetr. Bitta javob. Normal sharoitda dengiz sathidan 192 metr balandlikda bosim dengiz sathidagi bosimdan qanchaga farq qiladi deyapti. P teng bo'ladi pH balandlikda bosim o'zi bunaqa edi. Dengiz sathidan har 12 metr balandlikka ko'tarilganda bosim 1 mm simobli ustunga kamayardi. Shunda P0 ayrilgan nima bo'lardi? H bo'lingan 12. Bizda shundan P0 ayrilgan pH ni so'rayapti. Shunda H ni 12 ga bo'lib qo'ysak yetarli. Ya'ni 192 ni bo'lib qo'yasiz 12 ga. Ana shu paytida bosim qancha millimetr simobli ustunga farq qilishi kelib chiqadi. Endi mana bu 22-masalada 2 mm simobli ustuni necha paskal? Endi buni o'tkazishni o'rgatdim. Buni endi o'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rasiz. Bilimingizni mustahkamlab qo'yasiz endi. 23. Hajmi 200 metr kub bo'lgan havo sharining umumiy massasi 116 kilogramga teng. Havo shari ko'taruvchi kuchini toping deyapti. Mana shu chizamiz endi. Endi bu havo sharini chiza olmayman. To'g'ri tushunasiz. Endi qaranglar. Pastga nima bo'ladi? mj suyuqlikda turgani bilan baribir pastga mj og'irlik kuchi bilan tortiladi pastga endi. Endi havoda turganligi uchun yuqoriga bu F Arximed kuchi ta'sirida ko'tariladi. Endi qaranglar. Nimaga aynan ustoz F Arximed kuchini yozdingiz desangiz, o'zi Arximed kuchi suyuqlik yoki gazga tushirilgan jismlarga, o'zi tushirilgan jismlarning botgan qismiga ta'sir qiluvchi kuch. Endi havo sharini ko'tarish kuchi F ko'tarish teng bo'ladi F Arximed ayrilgan mj. Qachon havo shari ucha oladi? Qachonki mana bu Arximed kuchi og'irlik kuchidan katta bo'lsa, ya'ni farq mana shu kuchlarning farqi yuzaga kelsa ucha oladi. Shunda F Arximed bizda rho suyuqlik, ya'ni rho havo ko'paytirilgan V ko'paytirilgan J ayrilgan mj. Shunda rho havo bor bizda 1,29 ko'paytirilgan V 200 ko'paytirilgan J 10 ko'paytirilgan M bizda 110 ayrilgan M bizda 116 ko'paytirilgan J ya'ni 10. Mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, qanchadir newton degan javob chiqadi. 24. Gorizontal joylashgan suv oqayotgan quvurning keng qismidagi oqim tezligi deyapti 8 metr taqsim sekundga teng. Uning tor qismidagi tezligini aniqlang deyapti. Masalan, mana bunaqa quvur bor. Bu quvur hozir bunaqasiga mana bunday bo'lib ketganda endi. Mana bu yerning yuzasi S1. Bu yerda suv V1 tezlik bilan oqadi. Mana bu yerning yuzasi S2. Bu yerda suv V2 tezlik bilan oqadi. Endi shunda V2 tezlik bilan oqadigan bo'lsa, endi qaranglar.
bizda Bernoulli qonuni bor edi. Mana bu yerda bosim hozir P1, mana bu yerda bosim P2. P1 o'zi P plyusdan ρ j h plyusdan dinamik bosim ρ v kvadrat taqsim 2 teng bo'lishi kerak edi konstantaga, ya'ni o'zgarmasligi kerak edi. Endi gorizontal joylashganligi uchun mana bu ifoda bizda nima bo'ladi? 0. Hech qanday balandlikda bo'lmaydi. Shunda hozir P1 plyusdan ρ ko'paytirilgan v1 ning kvadrati taqsim 2 teng bo'lishi kerak P2 ayrilgan qo'shilgan ρ ko'paytirilgan v2 ning kvadrati bo'lingan 2. Bizda P1 ayrilgan P2 teng deyapti 18 kilopascal deyapti. Shunda hozir o'rniga borib qo'yadigan bo'lsam, P1 ayrilgan P2 teng bo'ladi bizda ρ taqsim 2 ρ taqsim 2 ko'paytirilgan nima bo'ladi? V2 ning kvadrati ayrilgan V1 ning kvadrati. Endi o'rniga borib qo'yaman. 18 kilopascal bizda 18 ming paskal teng bo'ladi ρ suyuqlik ming zichligi bo'lingan 2, ya'ni suv. Suyuqlik deganimizda suvni nazarda tutyapman. V2 bizda noma'lum, V2 ning kvadrati ayrilgan V1, ya'ni 8 ning kvadrati. Mana shu yerdan V2 ni topib qo'ysangiz bo'ldi. V2 teng chiqadi, qandaydir nechadir metr taqsim sekund degan javob chiqadi. Endi buni o'zingiz hisobga qo'yasiz. Og'irligi 45 newton bo'lgan jismning nasos bunaqa ekan. Og'irligi 45 newton bo'lgan jismning asos yuzasi 0.5 metr kvadratga teng bo'lsa, uning sirtiga ko'rsatilgan bosimni aniqlang. P teng mj bo'lingan, mana shu mj ni bergan bizda. Mj teng deyapti 45 newton, ya'ni 45 ni bo'lamiz 0.5 ga. Shunda 90 paskalga teng chiqadi. Ajoyib. Eng oddiy masala. 26. Yarim sferadan tashkil topgan deyapti. Mana bunaqa yarim sfera ekan. Endi aytyapti bizga tashkil topgan. Radiusi 0.5 metr bo'lgan. Endi aytyapti teng bo'lgan bitta jism bor ekan. Endi bu idish deyapti, og'zi yopilib, ichidagi havo so'rib olinsa, qopqoqqa ta'sir etuvchi kuchni toping deyapti. Buni qanday topamiz? Qaranglar. Mana buni ustidan, endi mana bu yerdagi havo so'rib olinsa, yuqoridan nima bo'ladi? P0 atmosfera bosimi buni bosadi endi pastga. Ya'ni mana buni siqib qo'yadi. Shunda P0 teng bo'ladi bizda mana shu jismga ta'sir qilayotgan kuch F taqsim S. Mana bu yerning yuzasiga endi nima bo'ladi? PR kvadrat. Yuqorida esa F bor. Shunda F teng bo'ladi P0 ko'paytirilgan PR kvadrat. Shunda P0 bizda 10 darajasi 5 ga teng, P bizda 3 ko'paytirilgan 0.5 ning kvadrati. Mana shu yerdan F ni hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Endi 27. Tuzli suv zichligi bizga aytayapti ρ suyuqlik teng deyapti. Bizga aytayapti 1.2 gram taqsim santimetr kubga teng deyapti. Buni endi kilogram taqsim metr kubga o'tkazish uchun mingga ko'paytiramiz. Shunda mingga ko'paytiradigan bo'lsak, 1200 kilogram taqsim metr kubga teng bo'ladi. Endi yog'ochning qancha qismi suvdan chiqib turadi deyapti. Endi jismning suyuqlikka botgan qismini V botgan teng edi ρ jism bo'lingan ρ suyuqlik ko'paytirilgan nima bo'ladi? V. Shunda bizda ρ jism bor, bizda nechiga teng? 700 bo'lingan 1200 ko'paytirilgan V. Shunda 7 taqsim 12 qismi bizga suvga botgan holatda turadi. Endi qancha qismi chiqib turadi desak, va ustki qismini topadigan bo'lsak, javob belgilashga shoshilmang. Shoshilmang javob belgilashga. V dan ayirib qo'yishimiz kerak. V botganni. Shunda bizda necha bo'ladi? V ayrilgan 7 taqsim 12 V. Shunda 5 taqsim 12 V. Ya'ni 5 taqsim 12 qismi bizda suvdan chiqqan holatda turar ekan. Endi 28. Idishdagi suvda kub shaklidagi jism 88% botgan holatda turibdi deyapti. Ya'ni 88% qismi. Shunda V botgan teng deyapti. Endi suvga botgan holatda turibdi-da endi. V botgan suv deyman. Bunday deyman-da, V botgan suv teng deyman buni. Qaranglar. V botgan suv 0.188 V deyman. Endi bizga aytyapti, agar uning ustiga to'la botguncha suv quyilsa, jismning kirasindagi botgan qismi qanchaga teng bo'ladi? Bu
alohida shart ekan. Bundan buyog'i alohida ekan. Qaranglar, muvozanatda turgan bo'lsa, o'zi jismning isishi qanday? Mana shunga javob beraylik. O'zi suyuqlikka botgani uchun V botgan suvga botgan qismini qanday topardik? V botgan suv bu teng bo'ladi rho jism bo'lingan rho suyuqlik ko'paytirilgan V bo'ladi. Shunda 0,88 V teng bo'ladi rho jism bo'lingan rho suyuqlik ko'paytirilgan V. Mana shu V'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, bizda rho jism teng bo'ladi 0,88 rho suyuqlik bo'ladi. Bu degani rho jism teng bo'ladi 880 kilogramm taqsim metr kubga teng bo'ladi. Endi alohida ikkinchi shartini bajaramiz. Bunaqa deyapti bizga. Mana bunaqa bitta idish bor. Endi chizmalarga ahamiyat bermaysiz. Hozir chizmani ham to'g'ri chizib qo'yamiz. Bitta chizaylik. Zo'r chiqadi. Biz endi ichiga bitta qizil va doiracha chizib qo'ysak bo'ldi. Bu ham ko'kka chizamiz. Ana bo'ldi. Endi bizga aytyapti, qaranglar. Bizga aytyapti, yarmi boshqa bitta suyuqlik bo'lsin deyapti. Mana bu tomoni misol uchun bizga aytyapti, mana agar ustiga uning mana bu tomonda endi suv bor, bu tomonda rho suv. Endi bu tomonda esa bizga aytyapti, nima deyapti? Mana bu tomonda esa kerosin bor deyapti. Bu tomonda esa rho kerosin. 800 kilogramm taqsim metr kubga teng. Endi bizga aytyapti, mana shu kerosinga qancha qism botgan holatda suzadi deyapti. Endi buni qanday topamiz? Qaranglar. Pastga mana bu jismning og'irligi, ya'ni mg degan og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Endi mana bu suvdagi botgan qismiga alohida Arximed kuchi ta'sir qiladi, yuqoriga F Arximed 1. Endi mana bu kerosinga botgan qismiga alohida F Arximed 2 ta'sir qiladi yuqoriga. Endi qachon muvozanatda bo'ladi? F Arximed 1 plyusdan F Arximed 2 teng bo'lsa nimaga? mg ga. Mana shu paytda muvozanatda bo'ladi. Endi F Arximed 1 ni rho suyuqlik bunday deymiz. F Arximed 1 bizda nima edi? Rho kerosin ko'paytirilgan V botgan kerosin ko'paytirilgan J plyusdan rho suv ko'paytirilgan V botgan suv ko'paytirilgan J teng bo'lyapti bizda rho jism ko'paytirilgan V ko'paytirilgan J. Endi qaranglar, mana shu yerda bitta shart yozamiz qo'shimcha. V teng deyman, V botgan suv plyusdan V botgan kerosin deyman. Ya'ni umumiy mana bu kerosinga botib turgan qismi bilan suvga botib turgan qismini qo'shadigan bo'lsam, bizga umumiy hajmni beradi. Shu yerdan biz V botgan suvni topib turib o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda rho kerosin ko'paytirilgan V botgan kerosin ko'paytirilgan, endi jlarni tashlab yuboramiz, plus rho suv ko'paytirilgan nima bo'ladi? V botgan suv ning o'rniga V ayrilgan V botgan kerosin qo'yaman. Teng deyman, rho jism ko'paytirilgan V deyman. Mana shu yerdan endi V botgan kerosinni topib qo'ysangiz yetarli. Qanchadir chiqadi, qanchadir V chiqadi. Mana shu qanchadir V sizga botgan qismini beradi. Qancha qismi degani shu 100% ga ko'paytirib qo'yasiz. Masalan 0,2 V chiqadigan bo'lsa, 20% qismi, agar 0,4 qismi 0,4 V chiqadigan bo'lsa, nima bo'ladi? 40% qismi suvga botgan holatda turadi. 29. Idishga qo'yilgan kerosinning balandligi deyapti, bizga aytyapti, nechiga teng deyapti? Kerosinning gidrostatik bosimi deyapti, P teng deyapti, 4 kilopaskalga teng. Uning balandligini toping deyapti. H teng so'roq. P teng bo'ladi rho J H. Shunda P bizda 4 kilopaskalimiz 4000 paskal, 4000 teng bo'ladi. Endi kerosin deyapti. Shuning uchun rho ning o'rniga 800 ko'paytirilgan J ning o'rniga 10 ko'paytiramiz H ga. Mana shu yerdan H ni topib qo'ysangiz bo'ldi. H ning qanchadir metr chiqadi. Endi 30. Gaz bilan to'ldirilgan havo sharining hajmi 400 metr kubga teng. Agar havo shari 310 kilogramm yukni ko'tara olsa, uning qobig'ining massasi qancha deyapti. Qaranglar. Endi buni qanday topamiz? Bitta havo shari chizib yuboraylik. Endi bu yerga
Mana masalan, mana shunaqa havo shari bor bizda. Qandaydir mx massali yuk. Endi qaranglar. Mana shu havo shari hozir mana bu qobig'ining massasi m qobiqda endi. Endi qaranglar, qobig'ining og'irligi pastki m qobiq ko'paytirilgan j. Yana pastki mana bu mx massali yukning og'irligi, ya'ni mx j pastga bo'ladi. Endi mana bu jismni yuqoriga hozir nima ko'taradi? F Arximed kuch ko'taradi. Endi bizga aytyapti, endi mana bu ichidagi gazning og'irligi ham bor. Buni ham qo'shishimiz kerak. Bu ham pastga m gaz ko'paytirilgan j degan og'irlik bilan bosadi. Shunda F Arximed teng bo'ladi deyman. Qachon mana shu jismni ko'tara oladi? Qachonki mana shu uchala og'irlik kuchining birinchisiga teng bo'lsa, m qobiq ko'paytirilgan j plus m gaz ko'paytirilgan j plus nima bo'ladi? mx ko'paytirilgan j. Bizda mx bor, ya'ni 310 kg ga teng. Endi mana shu yerda F Arximed bizda rho havo ko'paytirilgan bizda v ko'paytirilgan j teng deyman. M qobiq ko'paytirilgan j plusdan m gaz degan o'rniga nima qo'yaman? Rho gaz ko'paytirilgan v qo'yaman. Nimaga? Mana bu v hajmli havo sharining ichida mana shu yerda qandaydir bir gaz qamalganmi? Mana shuning massasini topishim uchun men gazning zichligini, uning hajmiga ko'paytirib qo'ysam bo'ldi-ku. Ko'paytiraman j ga plusdan mx ko'paytirilgan j deyman. Endi rho havo deganimiz bizda 1.3 ko'paytirilgan v bizda 400 metr kubga teng, 400 ko'paytirilgan j 10 teng deyman. M qobiq ko'paytirilgan j bizda 10 plusdan rho gaz bizda 0.2 ko'paytirilgan v bizda 400 ko'paytirilgan j esa 10 plusdan mx bizda 310 ko'paytirilgan j nechaga teng? 10 ga. Mana shu yerdan m qobiqning massasini topib qo'ysangiz bo'ldi. Qanchadir kilogramm degan javob chiqadi. 31. Alyuminiydan tayyorlangan jism kerosinning tubida yotibdi. Unga 4 newton Arximed kuchi ta'sir qilayotgan bo'lsa, jismning massasini aniqlang deyapti. Buni qanday topamiz? Kerosinning tubida yotganligi uchun F Arximed teng bo'ladi rho suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j. Bu mana shu jismning hajmi. Mana shu yerdan v ni topasiz. V ni topgandan keyin m teng deysiz rho ko'paytirilgan v. Xuddi shuni topib qo'ysangiz bo'ldi. Tog' tepasi va yer sirtidagi atmosfera bosimlari farqi deyapti. Ya'ni P0 ayrilgan pH teng deyapti. Bizga 8 mm simob ustuniga teng deyapti. Ustuniga teng. Endi buni qanday topamiz? Qaranglar. P o'zi pH teng edi. P0 ayrilgan nima edi? H taqsim 12 edi. Mana shu yerdan H taqsim 12 deganimiz shunda nimaga teng bo'lyapti? 8 ga. Shunda H teng bo'ladi 12 ko'paytirilgan 8, ya'ni 96 metrga teng ekan balandligi. Shuning uchun D javob. Zichligi 800 kg taqsim metr kub bo'lgan noma'lum jismning suyuqlikka botgan qismining hajmi, ya'ni v botgan teng deyapti. 2 taqsim 5 v deyapti. 2 taqsim 5 v. Endi aytyapti bizga mana shu suyuqlikning zichligini toping. O'zi v botgan teng edi, rho jism bo'lingan rho suyuqlik ko'paytirilgan v ga teng edi. Shunda v botgan 2 taqsim 5 v teng bo'ladi rho jism bizda 800 ga teng bo'lamiz rho suyuqlikka ko'paytiramiz v ga. Mana shu yerdan v ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, rho suyuqlik teng bo'ladi 5 ko'paytirilgan 800 bo'lingan necha bo'ladi? 2. Shunda buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak 2000 taqsim metr kubga teng ekan. Bunday javob D da. Temir parchasini deyapti, havoda og'irligi 15.6 newtonga teng. Uning kerosindagi og'irligini aniqlang deyapti. Bu havoda og'irligi degani endi bizda mg da. mg. Havoda og'irligi mg bo'ladi. Endi bilamiz, temir nima qiladi? Suvda cho'kadi. M massasi. Pastga nima bo'ladi? mg. Yuqoriga nima bo'ladi? F Arximed. Endi buni suvdagi og'irligini, ya'ni kerosindagi og'irligini topadigan bo'lsak, P teng bo'ladi. Nima bo'ladi? mg ayrilgan bizga mg ayrilgan F Arximed bo'ladi. Endi m deganimiz bizda nima? Rho temir ko'paytirilgan v, temirning hajmi ko'paytirilgan j. Ayrilgan Arximed kuchi rho suyuqlik
ya'ni ro kerosin, endi mana ro kerosin deb yozaylik. Ro kerosin ko'paytirilgan v temir ko'paytirilgan j. Bizda v yo'q. V ni qanday topamiz? V ni topishni muammo qilmang. Mana bu mj deganimiz 15,6 newtonga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda m teng nima bo'ladi? M teng 1,56 kilogramga teng bo'ladi. O'zi bizda v teng nima edi? M taqsim ro edi. Shunda o'rniga vaqt qo'yamiz. P teng bo'ladi. P teng bo'ladi ro temir ayrilgan ro kerosin ko'paytirilgan nima bo'ladi? V ning o'rniga m bo'lingan ro temir ko'paytirilgan j deyman. Mana shuni hisoblab qo'ysangiz, shu kerosindagi og'irligini topib qo'ygan bo'lasiz. 35. Agar zichligi 1200 kg taqsim metr kub bo'lgan jismning kerosindagi og'irligi 14 newtonga teng bo'lsa, uning havodagi og'irligini toping deyapti. Endi bu ham boyagi formula bilan ishlanadi. P teng bo'ladi ro jism ayrilgan ro kerosin ko'paytirilgan nima bo'ladi? V ko'paytirilgan j. Mana shu yerdan v ni topamiz. Bizda kerosindagi og'irlik, ya'ni p ni bergan. P teng 14 newton deyapti. Shunda 14 teng bo'ladi. Ro jism bizda 1200, kerosinning zichligi bizda 800, ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j 10. Shunda mana bu yerda 414 teng bo'lyapti. 4000. Endi m teng nima edi? Ro ko'paytirilgan v. Shunda mana shu yerdan v ni topadigan bo'lsak, 14 bo'lingan 4000. Shunda hozir bizda ro 1200 ko'paytirilgan 14 bo'lingan 4000. Mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, qanchadir kilogramm degan javob chiqadi albatta. Endi 36. Suv solingan tutash idish gaz bilan to'ldirilgan ballonga ulangan. Gazning bosimini toping deyapti. Endi mana bu yerda Px ballon bor, ya'ni Px bosimli gaz balloni bor. Endi mana bu suyuqlik uni muvozanatlab turibdi. Muvozanatlab. Mana bu tarafdan bizga atmosfera bosimi bosyapti va mana shuning uchun ham u muvozanatda turibdi. Endi qachon muvozanatda turadi? Qachonki atmosfera bosimi mana shu ro j h plyusdan px ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda muvozanatda turadi. Shunda atmosfera bosimi necha edi? 10 darajasida 5 teng bo'ladi ro suyuqlik. Endi suyuqlik bizda nima edi? Suv ekan. Suv bizda zichligi 1000 ko'paytirilgan j 10 ko'paytirilgan h bizda mana berilgan 30 santimetrimiz 0,3 ko'paytirilgan qo'shilgan px. Mana shu yerdan px ni topib qo'ysangiz bo'ldi. Px teng bo'ladi nechadir paskal chiqadi. Keyin kilopaskalga o'tishni bilasiz. Oxirgi 37-masala. Erkin silji oladigan porshen yuklar ta'sirida muvozanatga keldi. Rasmga qarang deyapti. Agar yuklar o'rni almashtirilsa, porshenlar orasidagi masofa necha bo'lib qoladi deyapti. Hozir hning 5 cm ekan. Endi mana bu hozir qandaydir bosimdan farqi vujudga kelyaptiki, mana bu yerdagi P1 bosim, mana bu P1 bu og'irlik bilan adashtirib yubormang. Mana shu P1 bosim mana bu P2 bosimga teng bo'lmayapti. Ya'ni P1 teng bo'lyapti bizda hozir P1 teng bo'lyapti 8P taqsim S ga. Ana endi P2 ning o'zi mana shu h bilan turgan mana bu suyuqlikning ham gidrostatik bosimga teng bo'lyapti. Bunda ro j ko'paytirilgan 13h plyusdan nima bo'ladi? 3p bo'lingan 2s. Ana endi qachon mana shu holatda muvozanatda turadi? P1 teng bo'ladi bizda P2 ga. Shunda hozir nima bo'ladi? 8p bo'lingan s teng bo'ladi 3p taqsim 2s plyusdan nima bo'ladi? Ro j ko'paytirilgan 13h. Shunda hozir bu tarafga o'tkazilgan bo'lsam 13p taqsim 2s bo'ladi. Teng bo'ladi ro j ko'paytirilgan 13h ga. Mana shu yerdan ro j h teng chiqadi nima bo'ladi? P taqsim 2s bo'ladi. Endi yuklarning o'rni almashtirilsa deyapti. Yuklarning o'rni almashtirilsa. Yuklarning o'rni almashtirilsa. Ya'ni mana bu 3p yuk o'tib qolsa, bu tarafning 2s edi, mana bu tarafning egasi s edi. Endi bu tarafda 8p yuk bor. 8p og'irlik. Shunaqamidi? Yo, yana o'zini yozib qo'ydim. Yana o'zini yozib yuboribman. Mana bu tarafga endi 8p
og'irlikli yuk 2s yuzali tarafga, mana bu tarafga esa nima bo'libdi? Bu tarafga esa 3p og'irlikli yuk o'tib qolgan s yuzali tarafga. Endi qaranglar, qaysi bittasini yana bosimi katta bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha tarafi qandaydir bir hx masofada balandlikda bo'ladi. Endi bu tarafning bosimi p1, mana shu tarafning bosimi p1 bo'ladigan bo'lsa, 3p bo'lingan s. Mana bu tarafning bosimi p2. Buni topadigan bo'lsak, p2 teng bo'ladi 8p bo'lingan 2s. Shunda bu 4p bo'lingan s. Ya'ni mana bu taraf qandaydir bir baribir bizda nima deyapti? Mana bu bosimni katta bo'lganligi uchun bu tarafni qandaylikka yana ko'taradi. Yana. Shunda endi biz buni bunaqa qilib yozamiz. Sal ozgina balandlikda qo'yaylik. Ya'ni mana bu yerda qo'yamiz. Mana bu jismga nisbatan endi qandaydir bir hx degan balandlikda bo'ladi-da endi bu hx. Bu tarafda endi 3p bor. Shunda qaranglar, mana bu p1 bosimimiz hozir ya'ni 3p bo'lingan s plyusdan rj hx teng bo'lishi kerak 8p taqsim 2s ga. Shunda muvozanat holatda turadi. Mana shu holatda qimirlamay turadi. Shunda rj hx teng bo'ladi bizda 8p bo'lingan 2s ayrilgan 3p bo'lingan s ga. Shunda mana shu tarafdan 2 ni ayirib qo'yadigan, 2 dan maxraj saylab ayirib qo'yadigan bo'lsak, bizda 6 shunda 2p taqsim 2s bo'ladi. Shunda rj bizda hx teng bo'ladi nimaga? P taqsim s ga. Endi bu ifodamiz bor va bizda yuqoriroqda mana bu ifodamiz bor edi. Mana bu. Uning ikkalasini endi bo'lib yuboramiz. Shunda rj h teng edi p taqsim 2s ga. Bizda rj hx teng bo'lyapti p taqsim s ga. Ikkalasini bir-birsiga bo'lib yuboramiz. H taqsim hx teng bo'ladi 1 bo'lingan 2. Shunda hx teng bo'ladi bizda nimaga? 2 ta h ga. Shunda 2 ko'paytirilgan 5. Ya'ni 10 santimetrga teng bo'lar ekan. Shunday javob bizda C'da. Kimdadir tushunmagan masalangiz bormi? Bo'lsa tushuntirib beraman yana qaytadan. Takrorlan. Tushunmagan masalangiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Takrorlab tushuntirib beraman. Qo'shimcha savollar bormi? Xo'p, bunda barchaga rahmat kuzatib o'tirgan. Ertaga yana dars bo'ladi. Albatta, xuddi shunaqa qilib o'tib beraman. Ertaga ham vaqtini e'lon qilib qo'yaman. Ertaga tongda vaqtini e'lon qilaman. Yoki obedga qarab vaqtini e'lon qilib qo'yaman. Mana shuning keyingi qismini hozir uni kanalga alohida qilib tashlab qo'yaman. Adashmasam mexanik tebranishlar degan bo'lim edi. O'shani tashlab qo'yaman. Buning hozir zapisini 1,5 yoki 2 soatdan keyin kanalga tashlayman. Barchaga rahmat.